Mana yana bitta mijozimizni xudo xolisa zakazlarini bitirib berishga, ya'ni uylariga, podvollariga gilam solib berishga keldik. Xudo xolisa solib, inshaalloh sizlarga tayyor holatini ham ko'rsataman. Jarayonimizdan lavhalar. Har bittasini xudo xolisa har bir jarayonlanib ko'rsatib boraman inshaalloh. Bemalol like bosib, подписка bosib qo'ysanglar, mana shunaqa jarayonlarni hammasini o'zingizlar ko'rib, kuzatib turasizlar. Xudo xolisa bugungi ishimizni ham bitirib oldik. Kimga xudo xolisa mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamma joylarni cho'tka qilib solib berdik inshaalloh. Gilam solish xizmatlari kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.